Chap qo'limda Qashqadaryo Qamashidan Sardor polvon. O'ng qo'limda Navoiydan Dilshod polvon. Lekin ikkalasi zo'r para bo'ldi deyapti hozir. Halol. Xo'p. Halol, hamma halol. Ikkalasini solimi Normuminov Orzubek akadan bir sarkasi bor. Ne'matov Davlat akaning 200 ming so'm puli bor. Kim bo'sh? Obid aka. Kim Obid aka? Efirni sifatiga. Jo'nat, keyinlar bittang. Ke, qaysi olishasan Davlat polvon? Ke uka, bo'ladi mana para, qo'ldir. Ishlashdi-ku. Ikkovi mos. To quchoqlashguncha bo'ladi bular. To'g'ri kim aka? To'g'ri. Tog'a. Aka. Halol bo'ldi. Ne'mat aka. Nima bo'ldi? Sizlar yozinglar. Ne'mat aka. Sizlar yozinglar, bo'lmasizlar. Halolmi? Turma deyapman men. Suvsak chalinyapti. Zavod aka. O'tib jing. Bari polvonni solimini bering. Navoiy yashilakdak. Xo'p, qaranglar. Xavfli vaziyat. Qaysi bosadi? Yashilmi, ko'kmi? Lekin zo'r ishlashdi ikkalasi. Yashil deganlar 1, ko'k deganlar 2. Ma'ruf polvon solimini qani? Yashil deganlar 1 bossin, ko'k deganlar 2 bossin. Ma'ruf, qani Ma'ruf? Sarkani bog'lab deb qaytib kel. Ko'k deyapti. Iziga ta'zirg'omliklarda to ishtasini yiqitmaguncha kelaveradi-da. Voy mana. Damingni olib kel. Elimdan mahalliy polvonlardan olamni polvoniga Qanday bo'ldi? Sardor polvon tabriklayman. Qashqadaryolik Sardor polvonni bir sarka pulini bering. 300 ming so'm. Bir sarka 300 ming so'm puli halol.